ko'pchilik mobilograflar o'ylaydi, bo'ldi bitirdim, man tayyor ishim bor, hamma menga ish beradi. Lekin unaqa emas, chunki konkurensiya juda ham katta. Kelinglar, sizlarga video beraman, sizlardan hech nima kerak emas. Просто postga qo'yib, menga matematika qilib bersanglar bo'ldi deb. Qanaqa konversiya bo'lgan? 10 ta do'kon ichiga kirib, nechasiz haydab yuborishgan? Shunaqa Juda ham vaziyatlar bo'lgan. ensasini xotirgan, anaqa modelimiz hozir yo'q edi deb ensaligini xotirishgan. Oylik qilayotgan daromadingiz $1500, to'g'rimi? Bu konkretno bor, lekin Qanaqa qilib 5 million so'mdan $1,500 daromadga chiqish mumkin? Bugun farmatsevtlikdan mobilografiya sohasiga o'tgan o'quvchimiz haqida sizlar bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum Zuhra. Podkastimizga kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Zuhra bizani 12-potokimizda tanilmagan o'quvchimiz. Zuhra, o'zingiz haqingizda ozgina batafsil gapirib bersangiz. Mening ismim Zuhra, 22 yoshman. Vostochniy universitetini bitirganman va hozirda mobilografiya sohasida ish yurityapman. O'zi mobilografiya sferasiga kirganimga hali 2 yil bo'lmadi, lekin natijalarim menimcha maqtanadigan darajada. Juda ham zo'r. Qarang, Zuhra, farmatsevtlik sohasidan endi mobilografiya, u ikkita har xil dunyoda. Qattan sizni farmatsevt bo'lib ishlab turgan joyingizdan boshingizga bir shunaqangi fikr kelib qoldiki, bunaqa sohaga o'tib ketaman degan anaqa nima deydi, fantaziya keldimi, nima qattan ko'rdingizmi yoki kimdir ham premyera oldingizmi o'zingizga? Men o'zi kichkinaligimda dadam fotograf bo'lganlar-da, har doim fotoapparatlarda bizani rasmlarga olsalar, men ham qiziqardim-da. Aytardim, men ham katta bo'lsam fotograf bo'laman deb. Lekin shunaqa bo'ldi, o'sha men aptekada ishlab yurgan paytlarimda ko'rib qoldim Instagramda. Keyin men ham qiziqdim. Почему бы нет? Mendan ham chiqishi kerak, odam qilgan ishni odam qiladi deb keyin qiziqdim. Keyin yozdim, keyin imенно shu mobilografiyaga kirib ketishimga ham o'zi oldindan qiziqishim sabab bo'lgan. Shu 4 yil Qo'rquv bo'ldimi o'zingizdan? Bir qanaqadir ham o'zingizni sinab ko'rmagan sohaga qadam bosish, ya'ni bu narsaga yana qanaqadir ham investitsiya qilish, sarmoya kiritish, to есть расходный tomonlaringiz ham bo'lgan. Endi в любом случае bu risk o'zingizga birinchi navbatda-da. Shu riskdan qanaqa qilib yengib o'tdingiz? Qanaqa qilib mana shu qiyinchiliklardan o'tib bordingiz? o'zi investitsiya, imенно o'ziga qilgan investitsiya juda ham katta naqa beradi. Men Ya'ni boshida ta'limlaydi men boshida rosa ikkilanganman. Nima edi, hozir baribir ham agar xo'p mayli shu pulni tiksam ertaga men shu narsani oqila olaydimi, shu sferadan keyin keta olamanmi yoki просто hobbi qilib qilamanmi deb. No, в любом случае hozir hammaga kerak deb o'ylayman mobilografiya. Imенно o'zi nima desa bo'ladi, biznes ochsa ham kerak, hamma sferada kerak-da. O'shanga nima edi, risk qilib Mobilograf bo'laman degan niyatda bo'lmagan ekansiz, demak, keyinchalik biznes kerak bo'lib qolsa degan. Просто hobbi qiziqqanim uchun men ham qilgim kelyapti deb, чисто shunaqa tuppa kirib ketganman-da, точно. Shu keyin bu yerga keldim, o'qishni boshladim. Qanaqa qiyinchilik bo'ldi o'qish jarayonida? Qiyinchilik bo'ldimi o'zi? O'qish jarayonida ozgina qiyinchiliklar bo'ldi. Qanaqa? Masalan, bitta ikkita temalarga tushunmay qolgan paytlarimiz, lekin men imенно o'sha paytdagi kuratorlar juda meni erinmasdan doskонально hammasini tushuntirib berishgan. Masalan, diplom ishiga tayyorlanayotganimizda ham rosa yordam berishganda. No, u paytda в принципе unaqa qiynalmaganman. No, yangi sfera bo'lgani uchun ozgina qiyinchilik bo'lgan. Tak, kursni bitirdingiz, kursni tamomladingiz, diplom oldingiz. Keyingi qadamma-qadam nima bo'ldi? Qanaqa qilib mana shunaqa daromadga chiqish yo'llarini qanaqa aytib berishingiz mumkinmi? Eng qiyini shu anaqadan keyin, kursdan keyin bitirganimizdan keyin aytganimdek, mobilograflar hozir juda ham ko'p, samouchkalar ham ko'p masalanda. Men shu narsani tushundim. O'qituvchilar, masalan, kuratorlarimiz bizga o'rgatgani bilan bizga nima desa bo'ladi, skeletini chizib berib, bunaqa qiladi. Qolganini qilish o'zimizdan ekan. Ya'ni formulasini beradi. Formulasini beradi. Qolgani o'zimizdan. Chunki bitirgandan keyin, voy, men bu bitiribdi, keling, sizga ish bor, men sizga proyekt deb hech kim shunday topshirib qo'ymaydi. Boshida o'zingizni portfoliozni baribir ham yig'ishingiz kerak. O'shanga men qiynalganim, o'sha paytda aptekada ham ishlardim, lekin aptekadan keyin bo'shab chiqib boshqa naqalarga magazinlarga borardim. Kiyim-kechak sotadigan magazinlarga, butiklarga. Kelinglar, men shu mobilografiya bitirdim, diplomimni ko'rsatib maqtanib, bitirdim. Kelinglar, sizlarga video beraman, sizlardan hech nima kerak emas. Просто postga qo'yib, menga matematika qilib bersanglar bo'ldi deb. Keyin boshida bitta ikkita naqalar
mayli deb qiziqishgan, lekin Ko'chadan o'shanda ham прям tanimaydigan brendingizni ichiga kirib, to есть прям eshikni taqillatib, "Men palonchiman, mana shunaqa videorolik olib yuribman, sizga ham tekinga olib bering" deb kirgansiz. kirganman. Xo'p, Keyin qanaqa konversiya bo'lgan? 10 ta do'kon ichiga kirib, nechasiz haydab yuborishgan? Shunaqa judayam vaziyatlar bo'lganmi? ensasini xotirgan, anaqalar modelimiz hozir yo'q edi deb ensaligini xotirishgan, lekin man o'sha aptekada ishlagan joyimda anaqada Katartolda ishlaganman. O'sha Riyadada bor edi magazinlar. Har doim kirib narsalar olganimga keyin kirganman. Mana shunaqa bitirdim maqtanib, keyin olib beraman desam, "Bo'pti, davaychi" deyishgan. Keyin olib berganman. Ularga ham yoqqan. O'zim juda ham nima desa bo'ladi, rosa ham xursand bo'lib ketganman. Ura, birinchi ishim deb. Keyin ozgincha vaqt o'tgandan keyin ular o'zligi chaqirishni boshlashganda keyin. o'sha pulga. Ha, o'sha pulga menga ishlab bersangiz va shunaqa video bersangiz qanchaga tushadi deb keyin o'sha sekin nima desa bo'ladi, status sekin oshgan. No boshida aytganimdek qiyinchiliklar bo'ladi. Ko'pchilik mobilograflar o'ylaydi, bo'ldi bitirdim, men tayyor ishim bor, hamma menga ish beradi. Lekin unaqa emas, chunki konkurensiya juda ham katta. No hammani o'zini rizqiga yarasha bo'ladi-ku, no baribir ham harakat o'zidan bo'lishi kerak. Aytganimdek, qiyinchiliklarni ko'rib ko'pchilik tashlab qo'yadi. Bo'ldi, meniki emas ekan, harakat Sizga nima qildim, yordam bo'lmadi. berdi? Mana masalan, siz aytasiz, bir xil do'konlarga kiryapman, menga ensasini qotirdi yoki rad javobini eshitdim deyapsiz-da. Mana shunaqangi rad javobini eshitgandan keyin bir ikkita situatsiyalardan keyin ko'pchilik tashlab yuborishadi srazu. Voy, qiyin ekan, nima qilaman, meniki emas ekan deb. Sizda shunaqangi vaziyatlarda nima sizga yordam berdi, motivatsiya Men berdi? prosta o'zimni anaqam shunaqa, bitta narsaga kirishdimmi, o'sha narsaga добиться qilmagunimcha tashlab qo'yolmayman. Keyin, может, yaxshi bo'lar menga deb agentstvaga ham ishga kirdim. Именно marketing agentstvaga ishga kirdim, lekin bo'lmadi. Ishlamadim u yerda, chunki to'g'ri, lekin menga nima desa bo'ladi, unaqaga praktikaga zo'r bo'ldi. Chunki o'sha yerda proyektlarga borib birga ishlardik, o'sha syomkalarni o'zimiz qilardik. Menga zo'r praktika bo'lgan, lekin 6 oylik kam bo'lgan. O'shanga keyin уже qarasam, Yaxshi tajriba bo'ldi. ha, tajriba zo'r bo'lgan. Aytmoqchimanki, kamroq oyligi ham, lekin o'sha yerda ishlaganman-da. O'zimni baribir ham klient oldida o'zimni qanaqa tutishim kerak, ko'p narsalarni o'rganganman-da. Baribir ham keyin уже o'zim mana qarasam qo'limdan kelyapti, bemalol qila olaman. Keyin уже aziylar chiqib, nima edi, o'zimga proyekt уже qidishni boshlaganman. Zo'r. Hozirgi kunda nechta proyekt yurg'izyapsiz? Tak, hozirgi kunda mana o'zimman yaxshi ishlagan aqlarimdan Astrum IT Akademiya bilan ishlaganman. TOBB universiteti bilan, apteka bilan mana haligacha ham ishlayman. Dorixona, sityevoy dorixonani mobilografiyasi bilan, Temuriylar zurriyotlari maktab bilan, частный maktab bilan ishlayman. Laboratoriya bor, laboratoriya yana onlayn ikkita magazinim bor va offline magazin. Sanoqlarni уже barmoq qolmadi-yu hozircha. Shunaqa. Menga nimasi yoqadi? Ish grafikini o'zim belgilayman. Masalan, men bugunga tayyor bo'lib turinglar, mana bu ssenariy. Men shu bo'yicha boraman. O'sha kuni olib boraman deb, masalan, grafika ham menga to'g'ri keladi. O'shanga shu sferadan уже это моё, bundan keyin уже chiqa olmayman deb unaqa qilaman. Zo'r. Hozir oylik qilayotgan daromadingiz $1500, to'g'rimi? No, mana bunaqa proyektlar bo'ladi. Masalan, bu konkretno bor, lekin yana shunaqa proyektlar bo'lib qolishi mumkin. Video uchun chaqirishadi. Masalan, srochida, o'shanda balki bundan ham ko'proq. Lekin Bu standartni oyma-oy kelyapti. standartnida. Ha, zo'r. То есть oyma-oy, прям standartni mana shunaqa daromad kelyapti, no razовый syomkalar bo'lib qolsa, bundan ham oshadi. Bundan pastga tushmaydi, tepasiga chiqadi faqat. Zo'r. Endi hozir ko'pchilik odamlarda stereotip bo'lyapti-yu, mana o'zingiz ham gapirib turibsiz, mana mobilograflar ko'p deyapsiz, konkurensiya ko'p deyapsiz. Mana shu mobilografiya sohasi o'lishi mumkinmi? Talab pastga tushib ketyaptimi? Yo'q. Zakazchilar tomonidan qanaqa talablar bo'lyapti? Nima mana shunaqa stereotip to'g'rimi, noto'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, mobilografiya menimcha tushmaydi, chunki bizneslar baribir ham hamma o'zini naborot biznesi ko'payib ketyapti. Mobilografiya hammaga kerak deb hisoblayman, lekin Sifatli mobilograflarda, to есть sifatli mobilograflar ish bilan ta'minlab bo'ladi. Sifatsizda nima bo'ladi bular? Bular mana shunaqa qilib do'konma-do'kon kirib, 2 marta, 3 marta rajobini eshitgandan keyin bo'ldi, yo'q. ha, meniki emas ekan deb tashlab ketishadi. Konkurentlardan qo'rqish kerakmi o'zi, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, men lekin hech ham
mamnaqada ularni yutug'iga qarab mana voy undayam zo'r chiqyapti, man ham mana shu narsani qila olaman deb ana harakat qilishni boshlayman. Naborat motivatsiya beradi. Da, motivatsiya beradi, Konkurensiya bo'ladi. da. Konkurensiya yaxshi. Motivatsiya beradi. Zuhra, hozir bitta videorolikka qanchaga narxlayapsiz? Agar masalan klientdan menga anaqa tushsa, 2-3 ta video bo'lsa $35 dan olaman. Agar ko'proq masalan oylik agar ishlaydigan bo'lsa yoki bir oyda 15 ta video yoki 10 ta video bo'lsa, unda $30dan, $5dan skidka qilib beraman. Zo'r. Bu qancha vaqt ketadi bitta proyekt yopishga? Допустим, 10 ta videorolik yopishga qancha vaqt sarflaysiz? Masalan, 2 kun sarflayman. 2 kun borib syomkasini qilib kelaman. Syomkasini qilib, keyin уже постепенно o'zim shunaqa proyektlarim bor, SMM bilan olganman. Bir xillarini faqat videoni tayyorlab ularga tashlab beraman, o'ziga qo'yib borishadi. Zo'r. Bitta yaxshi ishlayotgan mobilograf maksimum qancha daromadga erishishi mumkin deb o'ylaysiz? Dangasalik qilmasa, bemalol 2000 dan ko'p topsa bo'ladi. Dangasalik qilmasdan, Dangasalik qilmasa, o'zini ustida ko'proq ishlasa, imенно trendlar bilan ishlasa, nima edi? Hozir talab shunaqada. Masalan, mana bunaqa videolar konkurentlarda ko'radi-da, anaqalar klientlar ham. Mana bunaqa chiqyapti, lekin menda unaqa bo'lmasin, lekin shunaqaroq bo'lsa, o'xshash bo'lsa, imенно shuni anaqasiga to'g'ri kelsin deb aytishadi. O'shanga trendlar bilan nima desa bo'ladi? Imенно zamon talabi bilan yurish kerak. O'rtoqlar, ko'rganingizdek, mobilografiya sohasida ish faoliyatingizni boshlaganingizda $200 daromad ham topishingiz mumkin. O'zingizlarni ustingizda yaxshilab ishlab, постоянно развиваться qilib yursanglar, yoki $3000 gacha daromad qilishingiz mumkin. Va hozirgi kunda bizning onlayn va offlayn kurslarimiz mavjud. Agar siz ham shunday natijalarga erishib, yaxshi mobilograf bo'lib, yaxshi daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilgan havola orqali o'tib, ro'yxatdan o'tinglar. Biz o'zimiz tomonidan 100% kafolat berishimiz mumkinki, berilayotgan bilim va ko'nikmalar hozirgi kundagi talablarga hammasi javob beradi. Agar siz astoydil harakat qilib o'qisangiz, 100% garantированно natijalarga erishishingiz mumkin.